E'tibor qilyapsizmi o'zi? Eng aziz mehmonimizning ham ketishiga sanoqli kunlar qoldi. Ramazon xuddi ko'z ochib yumguncha o'tib ketyapti. Oldinda eng qadrli, eng g'animat sanoqli kunlar qoldi. Balki shu paytgacha nimalargadir ulgurmagandirmiz. Kechirim so'rash yoki kimnidir kechirish, zikrlar, tasbihlar, ibodatlar yoki ota-onaga yaxshilik qilish, do'stlarning holidan xabar olish. Hech bo'lmasa birgina insonga iftorlik qilib berishga. Hali yetarlicha vaqtimiz bor. Bu oxirgi 10 kunlik xatolarimizni yuvish, qalbimizdagi g'uborlardan tozalanish va eng muhimi, pokiza qalb bilan Allohga yuzlanish fursatidir. Ramazon bizdan ketmoqda, lekin barchamiz onadan tug'ilgan yangi chaqaloqdek, gunohlari kechirilgan holatda, pokiza fitratda bu muborak oyni yakunlashimizni Robbim nasib qilsin. Amin.